Shuma shohid, shuma shohid ha. Ay davra ichida birovozdagi bilan. Go'sh kuni. Javob o'sha nadodaganmi? Javob ne? Darkor ne manba? Men dinba ham to'g'ri nima deyapti. Endi davlat va qonunba ham to'g'ri nima deyapti. Fahmedingizmi? Siz qo'shilmang. Nima qo'shilmaydi? Oilaga qo'shiladi. Zakonni qo'shiladi. Oilaga qo'shilmaydi. Yashamayman deb yashamaydi. Kerak Sen bo'lsa majburlab yashatanmaysan. shu yerda ham javob berasiz, bu dunyoda ham javob berasizlar. Farqi yo'q. Uni o'zim javob beraman. Sen javob bermaysan. Bo'ldi gap ya, hali javob Bo'ldi, ishing bo'lmasin. Sen yashamayman deb yashamaydi. Yekalangiz buzilaysiz. Farqi yo'q menga. Bo'ldi, men shu vaqtgacha seni nimani bajaraman? Nimaga? Sababi bormi? Ular bajarolmaganmi? Nimani bog'onmadi? Ko'chada qorni och qoldimmi? och qoldi. Hech yerda och qoldi. Xudodan Sen ham qo'rq. och qolgansan vaqtida kerak bo'lsa. Xudodan qo'rq. Qayerda och Och qolding. Oldima ham bording-ku. Bording-ku, ishlading-ku. Qana biletning pullari? Qana nima bermaysan? Kecha bergan pullarni. Anaqa bo'ldimmi? O'zing aytding-ku, olib bering shu yoqdan men borib beraman deb. Men majburlaganman, qizingiz aytdi. Sen aytding-ku, menga olib ber biletni. Beraman shu yoqda dedingmi? Va erkakmisan, erkak va'da bergan. Men majburlagam yo'qmi? Shuningizmi? Men seni majburlagan. Qizingiz aytdi. Opangning o'zi ham telefon qildi. Shu yoqqa olib chaqiring deb. Men senga nima? Yaxshilik qilib senga yaxshilik yomonlik qilib kelyapsiz sen hammasi. Yaxshilik yoqmaydi. Yaxshilik sizlarga yoqmaydi. Nima yaxshilik? To'la bo'lmasa cho'lardi. Menga baqirma. 6 yil yashab turib endi to'la bo'lmasa, to'la, to'la. Ana shular. Biletning pulini to'la. Shuda gap zoya. Qo'ying. Men hamma ro'z megram. Hamma ro'z megram. Chi boshqa megram. Menga qara. O'zingga qara. Devona bilan 6 yil tagida yotding devonani. Tushundingmi? Hali shu dunyodan bu dunyodan javob berasan. Xor bo'lasan hali. Xor bo'lasan hali. Sot hamma chiza bir o'rdagi bilan. Sot, ro'shet makisini o'tirdi, ha? Kadeton. Megum ki namemona, sot qadimam mebio. Xuddi sot mebio. Yo yagmonda shogirdisha mefistona. In namemona da hiç ko'mir maymun mekune yam chiqdim ya. Hozir kotib hozir chizzalar nima ishadi? Telefoniz na do'ret ko'qi. Rabim pazari do'ret kim bildi. Ya uchastkovoy to'qonash. Uchastkovoy man kolxozchon bagu. Men namemona da hiç ko'mir maymun bo'ldi. Versa ham bushtagi bu daga nima aytadi mana chizzalar. Ha, uchastkovoy devtar taslanzi deydi, man kolxozchon undan. Menga addeling kishi o'tmaydi menga. Bildingmi? Sot keladi ana kino o'tadi. Dedingmi? Addela Menimi aylantiradi. Ro'shet makisini o'tirdi, kadeton mera. Hey, addeli tish o'tmasa borib tepki jeb kelasan borib ertan borib. Ako, mera men medarim navandishim Mendan bo'g'ib nima qildi? Sizlarga ham bularga ham hammaga xudo bor. Tushundingizmi? Sizlar xudodan qo'rqmay birovning oilasini majburlab buzaysiz. O'zi yashamayman deb. Men sening anjamingda olg'am yo'q, o'zimizning anjamga keldim. Mana beraman anjam. Sen bu deysanmi birovning anjamiga? Men bu deganim yo'q. Qolganmisan men bizning anjamga? Bor, olib kelsin. Bizning anjam bilan yashamaysan. Kim o'limsa? Kim o'limsa? Sen o'limsan. Sen o'zing sen qara. O'lib qolganmisan men anjamni o'lib qolganmisan. Men o'lib qolganman. Sadaqa qilib beraymi senga? Shunday o'lib qolganmisan. Ana shu har bir zot. O'lib qolganmisan. Sening ham zapising turibdi. Sen hali buni qara. Addeling hech kim emas deding. Albatta javob berasan. Ana shunday tishi o'tmaydi menga. Bo'ldi ertan bor. Sot bormi? Aytdim tishi o'tmaydi. Tishi o'tmasa tayoq yeb kelyapsan shu yoqdan. Bor, tayoq yeb kelding. Bording kecha tayoq yeb. Mana bular ko'rgan. Bular hali shu dunyo bundan bettarini yeysan. Sot mera sot xudash hozir megud, ro'shet o'qi kadimma. Mana barcha xudash megom mefam buni. Keyin kelajinda karam baroy amin. O'lar og'zingizga kelsa qorab gapiring. O'larman ko'raman qanaqangi kimlarga tiyasan ekan. İşin bo'lmasin kimga tegdi. Ishim Kerak bo'lsa hokim bor. uyimda yashaydi. Meni hokim bor. Uyimda. Sen javobini bergan yo'q. Mening hokim. Kerak bo'lsa shu dunyodan qiyomatda ham javob berasizlar. Farqi yo'q. Men o'zim javob beraman. Ana shunda ko'raman. Ularning oilasini buzib, majburlab buzaysiz. Men o'zim javob beraman. Men ham o'zim javob beraman. Ishing bo'lmasin bo'lmasa. Birovni majburiy buzayapsizlar. O'zim javob beraman. Sizlar ana shu o'zingni ota-onangni narsaga keltirasiz. Ningizmi? Xudo deysan, ota-onangni oldim ber. Nima qilib men ota-onamga? Ma. Kim tulki? Qo'ldi men tagimda yotding, endi tulki bo'lib qolding. Nima qilib? O'zing kelibdi. O'zing kelibdi. O'zingga qarab yuribdi. O'zingga qarab yuribdi. O'zingga qarab yuribdi.
Ağzına qarab gapir. To'g'ri gapni gapiryapman men. To'qimni chiqaraman hozir. Hech kim to'qim chiqara olmaydi. Oto Ha ko'rasan-da, ertan ko'raman. Ko'ramiz ana shunda. To'xtatsin, Ana sen bor-ku, men sendan ertan rozi emasman. Xudo jazongni bersin. Sendan ham Oilani ham rozi jazosini bersin Xudo. Ertan olib kelaman. Agar olamdan o'tib qolsa, qiyomatgacha qabr azobini tort, tushundingmi? Öldüm şurasın ben. Sen shular o'zingni qarab gapir. Ha? Qiyomatda az ko'ramiz. Bozorga qaytib kirganini ko'rasan. Oy. Rozi emasman men sendan. Duman çıkıp cağına tarmasın. Siznikiga shunday bo'lsin. Ota, Sabina ko ne nada. Ulan balki jazongni tort. Jazongni tort. Mana dinle. Mana shunday bo'ladi. Rozi emasman men sendan.